Qadrdonlarim, mana bugun shaga kelsalar, men juda xursandman. Hammalaringni umrlaringiz uzoq bo'lsin, oilalaringiz tinch bo'lsin, har doim sog' bo'linglar. Mana shu stolda bugun kim tuzashga yordam bergan bo'lsa, bitta Zafarjon, Dilnozaxon, Tamanno, rahmat, iloyim kam bo'lmanglar. Numaraga bitta begonasi yo'q, hammasi kelinlarim, o'g'illarim. Bittasizlar 3 kishi, akam, ukalarim. Ana Xudoga shukr, shukrlarga yetganimizga ham shukr. Endi Zafarjon o'tirib yonimda. Oltin medal sohibi G'olibjon o'tiribdi, o'g'illarim. Dunyoni desa ham bo'laveradi. Yevropalarda aylanib kelgan. Qiynalib oila boqaman deb yurganlardan bittasi. Keyinga o'tirgan Otabek, bu ham o'g'lim. Ota-onasiga mehribon. Iloyim kam bo'lmasin. Yoshim o'tiribdi, bu ham o'g'lim. Bu ham harakat qilib oldiga intilib yuribdi. Bahodirjon rasmgo'y ekan. Ko'p qirrali inson. Buxgalter, sportsmen, namozxon. Endi bu ayollarga kelsak, bular hammasi kelinim va qizlarim. Birortasini yo bunaqa deyolmayman. Tillaridan bo'lmadi hammasini. Eng katta kelinim Ma'muraxon mana o'tiribdi. Bu ham namozxon. Xo'jona bo'ldi yaqinda. Dunyonidagilar qizlari ikkitasi. Bittasi kuyovga chiqqan, ikkinchisi chiqish arafasida. Ro'baramda o'tirgan Dilnoza. 5 ta bolaning onasi. Xudoga shukr, oldiga intilib turibdi. Keyingisi o'tirgan Tamannoxon. Hech qanaqa gap yo'q. U ham ko'p qirrali, ham bloker, ham mehribon ona. Oilani yaxshi ushlab yurganlardan bittasi. Undan bergisi ham hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Nargizaxon 3 mahal menga ovqatlarda qilib beradi har doim. Hozir qiziqib beryapti. Ovqatlarga gap yo'q. Tiliga ham gap yo'q. Endi yana kim qoldi? Men qoldim, xotiningizni tanishtirmayapman. O'tirgan do'boq ayol mana ayolning bo'ladi. Yo, bolalar deydi. O'rtada borangiz chiqib kerak. Asosiysi bor bo'lsa-ki. Hammalaringga Allohim yaxshi kunlarda ato qilaversin. Nimaki niyat qilsalaring hammalari niyatlaringga yetaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. bo'ling.